Yunusoboddagi Shohsaroy restoranini hammamiz bilsak kerak. O'shani to'g'risida 9 etajli domimizni 4-etajda 3 xonali yevro remont kvartiramiz chiqyapti. Polniy mebel texnika, hamma narsa qavatli kvartiramizda. Ipotekaga ham osonlik bo'ladi. 93 kvadratli kvartiramizni bor yo'g'i $94,000 deyishyapti. Shoshilib qolinglar. Bunaqa remont, bunaqa mebel texnikali kvartiralar kamdan kam chiqadi. Bu yerda zalimizni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Endi zalimizdan uzun koridorimizga chiqamiz. Kiruverish qismimizni orqada qavatda kattakon garderobniy shkaf qo'yishgan. Bu yerda o'ng qo'limizda bo'lsa, spalniyimiz joylashgan. O'zini garderobniy xonasi ham bor, juda ham chiroyli bo'libdi. Planirovkani zo'r qilib qo'yishgan. Spalniyni ko'ryapsizlarmi? O'zini ikkita oynasi ham bor spalniyimizda. Hamma narsamiz qavatli kvartiramizda. Endi koridorimizga chiqqanimizda bu yerda to'g'rida o'ng qo'limizda spalniyimiz joylashgan. Детский spalniy, xohlasanglar родительский spalniy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Orqamda bo'lsa hammom joylashgan. Yonida bo'lsa hojatxonamiz. Endi to'g'rida bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Shoshilib qolinglar, 94 mingga 93 kvadrat yevro remont kvartiramiz kamdan kam chiqadi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.